Vaziyat og'ir, ichkarida gapira olmayman. Chiqib nima bo'lganini tushuntiraman. Hozir onaxon gapirmaymiz, olib kelavering kamerani. Assalomu alaykum. Azizlar, bemorimiz saraton kasalligiga chalinganlar, lekin o'zlari bilmaydilar. Zudlik bilan Hindiston davlatiga olib borishimiz kerak. Doktorlar bilan gaplashdik. Inshaalloh tajribaga ko'ra davolasa bo'lar ekan, 12 ming dollarni talab qilyapti. Hozirda 2,5 ming dollar pulimiz bor. Zudlik bilan bizga 10 ming dollar zarar. Onamizga yuzlanamiz. Assalomu alaykum ukalarim. Bunaqa qilib telefonda gapirish juda qiyin ekan. Bolalarim, qurbatlaring yetsa yordam beringlar. Men boshqa gapirolmayman endi. Alloh yo'lida jon ukalarim yordam beringlar. Azizlar, imkoningiz bo'lmasa, xijolat bo'lmang. Shu videoga bitta like bosing, bitta kommentariyada duo qiling, ko'ryapsiz-ku, shuncha vaqtingizni o'tkazib yuboryapsiz-ku. Bitta yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Iltimos, kimlardir ehson qilib qolsa, siz ham shunga sherik bo'lib qolasiz. Zudlik bilan imkon qadar tarqatib, like bosib, kommentariyada bir duo qilib bo'lsa ham yordam bersak bo'ladi. Push qilib joylanmasiz, bitta story qilib qo'ying. Alloh uchun deyaptilar. Nahot shunda ham biz befarq bo'lib musulmonlar qanday qarab turamiz? Yaxshilar ko'p, kutib qolamiz.